O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 2-aprel kunidagi avtomobil transportida yo'lovchi tashish faoliyatini tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risidagi 200-son qarori qabul qilindi. Qarorga asosan yuridik shaxslarga tegishli bo'lgan yo'nalishsiz taksilarga quyidagi huquqlar berildi. Yo'lovchilarni olish va tushirish maqsadida to'xtash taqiqlangan yo'l belgisi amal qilish hududida, shu jumladan aeroport va vokzallarga tutash hududlarida to'xtash, aeroportlar, temir yo'l vokzallari, avtovokzallar, ustav fondida davlat ulushi 50% va undan ortiq bo'lgan qurilish mollari, dehqon va buyum bozorlari hamda savdo majmualarining pullik to'xtash joylariga yo'lovchilarni olish va tushirish uchun bepul kirish, yo'nalishli transport vositalari uchun ajratilgan maxsus harakatlanish yo'lagi bo'ylab harakatlanish. Bundan tashqari 2025-yil 15-aprel kunidan 2026-yil yakuniga qadar eksperiment tariqasida Toshkent shahrida turlari transport vazirligi tomonidan tasdiqlanadigan haydovchidan tashqari 4 dan ortiq va 8 dan ko'p bo'lmagan o'rindiqlarga hamda yuqori qulayliklarga ega avtotransport vositalarida o'zini o'zi band qilgan shaxslar tomonidan yo'nalishsiz taksi faoliyatini amalga oshirishga ruxsat etiladi. Bunda o'zini o'zi band qilgan tashuvchilarga litsenziya varaqasi berilganligi uchun davlat boji yiliga bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari miqdorida undirilishi belgilab berildi. Barcha fuqarolardan yo'l harakatini tartibga solishga doir kiritilayotgan o'zgartirish va qo'shimchalarni doimiy ravishda kuzatib borishlarini so'rab qolamiz.